Qarindoshlar bu odam ovoz chiqayotgan bo'lsa bir nima qilib qo'yinglar. Tagiga birni yoki bir ovoz bor deb yozib qo'yinglar, xafa bo'lmang. Kirgan qarindoshlar tagiga xafa bo'lmay bir ovoz bor deb yozib qo'yinglar. Adam oz olsun boshlab ketay. Ovoz bor ekanda. Assalomu alaykum. Hurmatli muhojiratdagi aziz qarindoshlar, hammalaringizga shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim To'liq Hamish, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men ham Moskvada muhojirat qarindoshlar asos jihatdan taniydi deb o'ylayman. Men mana shu o'tganda ozroq bir ishlar bilan aldirashib qoldim. Aldirashib qilib naq maydon qilishimni ulgurib bo'lolmadim. Shundan keyin bir naq maydon qilmoqchi edim. Ya'ni kimga qarata degan chog'da bu hamda shu Gollandiyada yashaydigan Dunyo Uyg'ur qurultayiniki muavin taftishimi yo bosh taftishimi Baxtiyor Nasir degan shu odamga qarshiman. Men to'g'risida 16 minutlik pitni ig'vo va to'kmat va mening ota-onamga, adamga, turmadagi qarindoshlarimga haqoratlarni yog'dirganlik tufaylidan asli men qattiq internet sohasida chiqib bir og'zimni buzib bak tillamoqchi edim. Endi shunday qilay desam, meningmi endi u odamdan farqim qolmaydi ekanda. Men mana shunga o'xshash eshak bo'lsam bo'ladi ekan yo cho'shqamgan bo'lsam bo'ladi ekanda. Shuning uchun men endi Baxtiyor Nasirga bir ikki qiz gap qilmoqchi to'g'rida. Qarindoshlarga ma'lum bir isbotlarni ko'rsatmoqchi. Undan keyin Baxtiyor Nasir shu bir Dunyo Uyg'ur qurultayining bir taftishi agar kimda shu 16 minutning ichida nimani degan bo'lsa, shuni isbotlab bersa bo'ladi. Men hozirgacha Dunyo Uyg'ur qurultayining qarshisiga chiqib munofiqlar qurultayida bularning qarshisiga chiqib hozirgacha men isbotlab berman dedim. Lekin bular beshini ichiga tiqaviliqliq ham o'zlariniki advokatim bor ko'ran deb Shvetsiyaga kelib arz qilsa, advokat degandan keyin har qanday bir organlarga kirish huquqi bo'ladi. Anzi tug'dirish va anzini aniqlab chiqish huquqi bo'ladi. Dunyo Uyg'ur munofiqlar qurultayimi uncha bir kichik bir tashkilotmi emas. Hammamiz bilamiz qarindoshlar. Shuningga har vaqt kelsa men qarshi olaman. Ammo bir munofiqlar qurultayiniki bosh taftishiniki avmonga borgan bir bileti aniqlanganligi tufayli men uni to'rga otdim. To'rga otgandan keyin uni boshqalarni taqatdi. Gollandiyadagi Abdurahim Uyg'ur degan bola taqibdi. Sharq Turkiston yoshlar qurultayiniki ichki ishlar ministri hozirgi Dilyar Musaboy apanim taqibdi. Undan keyin buningga javob berish u yoqda yo'q bo'lsin. Manga endi ig'ir to'kmat va haqorat ota-onamga qilibdi-da. Undan keyin topda kimdir bir O'rta Osiyoda qarindoshimiz shu Robiya Qodirning Dunyo Uyg'ur qurultayidagilarning ichidagilarni munofiq deganga shu Robiya Qodir o'zi chiqib javob berish kerak deganga Baxtiyor Nasir buni montaj qilgan degan gapni qilgan. Uni rostchilar to'pi yutkab qo'yibdi. Shundan bilan qopib mening ochchig'im keldi. Ochchig'im kelib, sen nim bo's montaj qilgan demsa, sen kim zodi? Buningga montaj qilgan deydigan, Amerikaga berib 150 odamning ichida varjur qilib optonim tilaydigan, xohlasang isbotlarni yo'q qiladigan sen kim? Deb undan keyin tillab saldim. Buangiz kim dedim ham gapning satini qilgan chog'da. Undan boshqa buningki xotiniga yo bolalarga yo qizlarga men kirmadim. Ham degan gap bu.
2 gün o'tgandan keyin 2 kun o'tib bir 16 minutlik bir gapni video qilibdi. Ondan keyin ertasi yana 4 minutlik gapni qilibdi. Shundan bilan men endi bu narsalarga bizga chiqib javob beramiz. Ekranda har qanday biz to'g'risimizda gap bo'lsa yoki bizni andaq-mundaq desa biz chiqib biz beramiz. Nemishga degan chaqda bizning bo'yin to'rqimiz Xitoyning qo'lida yo'q. Biz erkin odamlar, biz birsiga ilinib qolgan yoki birsiniki kontrolligidagi odam emas. Biz o'zimizni o'zimiz boshqaramiz, o'zimizni o'zimiz kontrol qilamiz, o'zimizni o'zimiz ikki mo'rimizniki o'tirsidiki va qapoq emas, boshni o'zimiz boshqaramiz. Shuning uchun biz ularning qarshisiga chiqib javob bera olamiz. Shaxsan men endi men o'zimning bir oila kelishim bo'yicha bir tanishtirib o'tay. Baxtiyor Nosir mushu bir obdan anglasin, mushu yo'tkab qo'yinglar. Mening bobomning ismi Abdurahmon Abdurimajim. Men hech narsani yo'shamayman. Mening bobom ayni vaqtida oblast sotniki Yuanjiang sot ishlagan. Momam bo'lsa uyda bir 6 bolani qator qaqqan bir uy ayoli. Dadam tarafdan bo'lsa Xalchamajim bo'lsa uyda o'tirgan, bobom Bovdunbay bo'lsa opam tarafniki dadasi. Mushu otishdan chiqib, mushu Altay urushlariga, mushu Gomindanlarga qarshi urushlar qatnashgan, keyin Madaniyat inqilobining dadini jiqtatib, keyin ochiq yutib o'lib ketgan odam. Mening bobom oblast sotdan Yuanjiang sot ishlagan bilan G'ulji xalqining birsini ko'ydamay, ya o'zining bolalarini, dadamni hatto telegrafga ish qo'rlashtirgan. 5 qizlarning ya birisi o'qituvchi, ya bo'lmasa Dianchangda ishlaydi. Ashtaq bir yerlarda hargiz hukumat o'rinlarga tiqmagan. Bir atal bir Xitoyga, bir atal bir boshliqqa bir podaqchilik qilib baqqanmi emas. Uni kimdan so'rsanglar bilasizlar desanglar, Amerikadagi Nuri Musabaydan so'rsanglar bizning qo'shnimiz Tolnaydamning navrisma deb menga degan. Shundaq degan. Mening buvamni, mening momalarimni ashula obdan biladi. Ma opam tarafnikini Kanadadagi Gulshan Qodirdan so'rsanglar yoki boshqa mushu dadamni taniydigan boshqa qarindoshlarimiz hammasini so'rsanglar bo'ladi. Anondan keyin Baxtiyor Nosir debdi, sening hadangninki yo'ldishi mushtaq Jansayanda ishlabdika debdi. To'g'ri. Mening hadamninki yo'ldishi, birinchi yo'ldishi Jansayanda ishlagan. Ismi Toshmamat, Qo'ljuliq bola. Asli bu gaplar internet ko'tarilib chiqadigan gaplar emas. Endi men navad endi faqat bir narsa men hech narsani yo'shamayman. Biz pokiz o'g'ashqa shuni deyman. Men u bola bilan hayotimda gaplashib baqqan, mening undidorimdimi bopim baqmagan, men uni bilan gaplashib baqmagan. Adam uy tutib 1,5 yil bo'lmaydi, tug'utidan kelgan chaqda adamning choyda o'ynaydigan bir do'sti bilan bir rasvo ishning ustiga adam kirib kelib, mening dadam unda maynachilikni ko'tarmaydi. Opam bo'ptilar, bir yoshlarning bir mazgilga uy tutsin desa, mening dadam arib etgan. Buningdagi yana bunday poqni yeydi deb. Shuni bilan 2012da u bolalar ajrashib ketgan. Uningdan keyin adam Urumchida opamning himoyasi ostida turdi. Bizning oiladan unda ajrashib ketsa, qizlarni Urumchiga tashlab qo'ymaydi. Opam kelib ashada turdi. Shu xizmat ishildi, bankada ishildi, tamog'ini qildi, shu uyda turdi. Keyin opam dadam kirib ketdi, bumi kirib ketdi. 1 yildan opam dadam 2017da 2-chi oyninki, 1-chi oyninki 27 kirib ketdi. Bu 2018-yili 4-chi oyninki shu Dunyo Uyg'ur qurultiyining Bryusselga namoyish berib kelib, ertasi kirib ketdi. Kirkatdi, ondan keyin ashada hamda bir lagerda bir bol bilan tanishibdi. Endi hozir baxtli turmushi va turmush kechiryapti. Hozirgi u ikkinchi eri bilan uy tutyapti. Birinchi erininki to'g'ridaysa, uningdan bola svati deb ketsa, ham to'y qilgandan keyin uningdan bir bola so'may, sening qizingdan yo o'g'lingdan bir ishtmish tug'ildimi yo bir bola tug'ildimi? Uningdan bir bola svakka G'uljininki gaplarini opirib, voy mening adamcha qara, undami dangliq emas, unda Urumchidagi g'uljiliklarning uchurini, unda maynachilikning ichida biz yo'q. Tushundingmi? Unda maynachilikning ichida biz yo'q. Uni Xitoy degan tutadiganni tutib, so'laydiganni so'lab, bir-birsidan odamlar urkib qochadigan edi. Uni Gobavda ishlaydi debsa, meni odam Gobavda ishlamaydi, qara. Bir Xitoyning do'konida mol sotadi. Tushundingmi? Mol sotadi. Mol sotadi. Shu muqim xizmat vaqti bankada ishlaydigan, shuni shu sening ufqan 3 xil kishilar, terrorist, chatal unsurlar bog'langan deb shu odamni shu chaqda xizmatidan haydab etdi. Sizlarning ota-onanglar, sizlarning qarindoshlaringlarni yaxshilar xizmatda ko'rdik-ku biz. Meninkini, odamnikini haydab etdi, Xitoyning do'konida mol sotadi. Yaxshiroq sota olsa, yaxshiroq oylik oldi.
yaxshiroq ololmasa eri boqadi. Ashundoq bir ahvoldagi bir bizniki oila. Apam qatnashdi ishlagan, dadam pochta telegraf ishlagan. Mana shuning ichida bizning uydagilarni taniydiganlar, shu kirganlarning ichida ba'zi bir qarindoshlarimiz bor, ismini demasam, obdan bilganlar bor. Endi Baxtiyor Nosir, sen meni ota-onamni teshida emas, sen ashundoq qilib Xitoydan pul olib, sen shundoq nima qilyotidi debsa, mening ota-onamniki lagerdimi, turmidimi, kim yetib chiqqani men obdan bilaman. U mening ota-onam, sening emasligini sen uqmaysan. 2018-yili 7-oylarda Shvetsiyaning Fokus degan xabarni betida Amnesty'ninki Shvetsiyadagi jurnalist Yuyi degan apandim bizni intervyu qilgan. Uningda men hadamdan kirib ketganini, ota-onamdan kirib ketganini degan. Uningdagi 2020-yili 17 fevralda SVT, ya'ni Shvetsiyaning Zhongyang Danshtayniki birinchi kanalda ota-onamniki kirib ketgan to'g'riliq, turmaga kesilib ketgan to'g'riliq men xabarlarga chiqqan. Uningda sirt Dunyo Uyg'ur qurultayiniki mushoylaqa arxivlarni tekshirib qilamiz degan chog'da, oiladagilarnikini degan chog'da Shvetsiya Uyg'ur ma'rifininki Nijat Turg'un apandininki va anondikin shu Nurigadagi Baxtiyorninki bu yerga kelib intervyu qilgan chog'da men u chog'da hadam kirib ketganligi uchun hadam to'g'riliq, ota-onam to'g'riliq, dadam, opam to'g'riliq mana shu rasmlarni tutib guvohlik bergan. Men o kirib ketmasa bekorga bu to'r sohasiga chiqib, bu yerda men bekorga xalq bilan changchil o'ynaydigan, mening pulga ehtiyojim yo'q. Baxtiyor Nosir, mening pulga ehtiyojim faqat yo'q odam. Men o'zim qamdab kelgan odam. Hatto 2014 ota-onamni Turkiyaga kelgan chog'da men o'zim menimdan chiqib akilib, hatto o'zimni ishlab deb chiqqan pullarimdan 20 ming dollarga yaqin pulni berib, meni g'aramga beringlar deb tutqizgan o'g'il bola men ota-onamga. Ota-onamga shu umrimda qilgan bir ishim shu. Endi hozir qilyapman, tirishyapman. Meningki ota-onamga shu chog'da men shu pul yig'ib, Turkiyaga akab o'ynatib, undan qo'liga 20 ming dollarga yaqin pulni tutqizib, meningga haramga beringlar, meningki endi yana qachon ko'rishimiz degan. Undan keyin shu narsa bilan keyin 2016 men u gaplarni deb bo'ldim. Yana qayta takrorlashga hojat yo'q. Meningki mana kirganlikninki dalili bu. Agar uningga ishonmasang, mening ota-onam 2017 birinchi oyninki 27si kirib ketgan chog'da men birinchi oyning 27si kirib ketgan chog'da men ikkinchi oylarda Shvetsiya Uyg'ur ma'rifidagi Nijat Turg'un apandimga telefon qilib qattiq yig'lab ketgan. Mushta bo'ldi aka, meningki nimish mushtaq qildi desam, xabarlar beramdiq dedi. Xabarlar beramdiq deganda qop men qopib, "Yo'qamiz Nijat Turg'unda so'rsanglar bo'ladi. Boshdan oyoq bor bu ishlarda." Andan keyin qopib, men qop, "Yo'q, hadam saxti, shuni u seni aralashma deydi" desam, "Bo'pti, bir mezgil kuzatib baqqan" dedi. Undan keyin yana faqat buningga ishonmayman desam, Baxtiyor Nosir, endi ma'vo 2020-yili 17 fevraldagi SVT 1ga chiqqan kanalning muxbirini Dilshod Rashid gaplish berish orqali uningdagi men intervyu qilgan. Men Dilshod Rashid menga ota-onamning shunfinjon nomerini avat degan chog'da men telefonda konvert qilib avatgan. Avatgandan keyin bir uyimni oldiga kelib ketsang ukam dedi. Ma'qul dedik, shuni bilan bordim. Undan keyin aka bir so'rab, bu yerdan qilishdan bir yerdan xabar olsam, ukam Beyran Shanxaynida undaq deydi, undan keyin qasildi deydi deganki, men sana nima dedim, to'g'rimi-ki desam, to'g'ri-ki, undan maqaytim biz Shveysariyaga, Jenvaga chidir faoliyatiga boramiz. Avu iliqi ota-onangga qilgan yasatgan narsani ko'tarib olsa, u yerga nurg'un Xitoyning quloqlari bor edi. Sen yotoqdan chiqmay o'tirsa, ayaga yog'an uchur ketadi. Shuning bilan bu narsani biz asta-asta problemani hal qilishga boshlaymiz dedi. Ma'qul dedik. Biz bilet elib shuning bilan London orqali uchib Shveysariyaga bordik. U Janvarninki birinchi kun chidir faoliyatiga men qatnashdim. U yerdan qaytib uningdagi nima bo'ldi desanglar, shu o'tirib shu aroq-sharoq so'rini bo'ldi. Uningdagi 3 kun meni maydonga chiqatmadi. Dilshod Rashid. Kaginingni bilsin, lekin sen ayada bo'lma, yog'a uchur qilib, mushlarning bir iliqi satadigan bir o'yinninki saxta seninki qasd kuchirganligini boshqadan biz qilib chiqamiz dedi.
Ondan keyin men qaytib ketgandan keyin Norvegiyaga shu vaqtdagi Farhad taftish. Bu Dilshod Rashid bilan bir topda urush ketdi. Bu bir bal keldi, yataqdan chiqmay o'tadi, u bal zodi qanda bala debchi. Ondan keyin men o Farhad degan odamga telefon ochdim. Siz meni xoin ko'ryapsizmi yoki nimishki meni unda deysiz desam, yo'q ukam sen kelib unda dedi. Bana aşağıda şu Uyg'ur arxiv bölümününki şu işini qilgan Baxtiyor degan apandimmi biz o'tirib bir so'rinda o'tirdik, shu o'tirib ukam iliqi nimadiki shu masjidning ichida yasatgan narsang shundaylik to'rga chiqqan narsang shunda payzdiki sen uni kelib maydonga akelmiding-ku dedi. Deganda unutib qopdimi dedim. Amaliyot unutib qolmadim, akeldim, ammo butun boshqarish hamma narsa shu Dilshod Rashidni o'rlashtirish bo'ldi. Agar sen yag'an desang, mush narsalarni shu Dilshod Rashiddan so'rab qoqsang bo'ladi. Agar Dilshod Rashid yag'an desa, menga to'kmat qilyapti yoki u bu desa, mana Shvetsiya bexatarlik idorasi, mana Shvetsiyada soqchi, mana nima desanglar, mana dunyo Uyg'ur qurultiyiga men hozirgi to'kmat qildi, Dilshod to'kmat qildi, Ro'shanga unda qildi, mana bunda qildi desanglar, mana men qonuniy javobgarlikni ustimga ilishga rozi har qanday vaqtda millatning oldida men javobimni bera olaman. Bu ish bu. Mening ota-onamning nada emasligini Google'ga mening ism familiyamni besib bassam, xabarlar mushu mening berganim. Hozirmi dadam Kunasdagi turmada, opam Bayandaydagi turmada. Kesvetigilik. Tushundingmi? Uningdan keyin sen qo'pib meni Xitoy bilan aloqasi va Xitoyning qiniva debsa. O Xitoyning qiniva, Xitoy bilan aloqasi bo'lgan, o qo'rg'as suydingda Bingtanda cho'ng'ilgan sen. Tushundingmi? Men emas. Mening o Xitoyning qini, o gapga hech kim ishonmaydi. Bu gapga meningki qinimda o Xitoyninki yana bir narsaniki qini yo'q. Tushundingmi? Kimninki Xitoyninki desang, Quzatninki opisi Xitoy. Avstraliyadagi Parizatni bilsa, dunyo Uyg'ur qurtaq qizi Shahrazod deb. Uning yana bir kichikmi, yana bir asrandisi bor. Shu Xitoydan bo'lgan balasi. Parizatning shu Beyjingdagi yo'ldoshi shu Xitoy. Onundan keyin Mamtimin doktorni bilsa, dunyo Uyg'ur qurultiyining ichida shu Rishad Abbosning podig'ini ko'tarib yurgan birisi bor. Uni ma uyga xotini maymayti, "Lay, zofan xavla" deb chaqirgan. Aning xotini Xitoy. Meninkida yo'q. Senikiga aldirmay kelamiz. Bu bir. Onundan keyin mening hadamni Gobovda debsa, men hadamningki ishlash o'rnini debdim. Agar ashunda bir muqim xizmat bo'lsa, o'rlashtirib qo'ysang, sendan qo'shilma Alloh rozi bo'lsin. Ashundaq bir muqim oylik kiradigan, ashunda bir saqchida bo'lsa, bir kirsin, ota-onamni ochiq havosin, ishlasin. Shu ommaydiki biznikilarnikini shu sizlarnikilarniki chiqidiki. Masalan, Dilshod Rashidning singlisining ajachikati deydi, burungi yo'ldoshi shu Anjan dedi. Meğerki Mirzahmet seninglik og'ayningning paranglashadigan shuning inisi Anjanjo dedi. Bahramninki urug' tuqqanlari oblast saqchi dedi. Madinay Bovdinninki birinchi yo'ldoshi saqchi dedi. Dilshod Rashidning xotini ikkinchi xotinninki yo'ldoshi saqchi dedi. Hammalarnikin qo'lab kelsa sot, saqchi chiqadi. Xitoy degandek. Uningdan keyin 2000 meni faqatlam Uyg'urlarni tillaysa, Xitoyni tillamaysa debsa. Mening Xi Jinpingni tillig'inimni, Zhu Hailunni tillig'inimni, Shvetsiyadagi Xitoy konsuliga tahdid qilganimni, tillig'inimni sen anglamadingmi? Sening ko'zing ko'rmadimi? Sening nimishki ularning ko'zing ko'rmaydi? Men sen biroq aytim irqiy qirg'inchilik deb baqdingmi, deb baqmay. Bo'pti, sening nazaringda biz artist. Yag'alarda mustaqillik to'ni o'rin olgan yoki sen demakchi shu o'yliqi sizlar munofiq mustaqillik deysiz. Senmi biroq aytim ashundaq munofiq bo'lib baqsamamda mustaqillik talab qiladigan agar munofiq bo'ladigan bo'lsa, sen nima deb mustaqillik talab qila olmaysa, sen nima deb Amerikaga berib avtonom tilaysa, sen nima deb indigenuslarni haqli qilib ko'rsatsa, sening qanday qo'lingda dalil isboting va indigenuslarninkiga aşı bizga to'g'ri tushadiganiga. Men sening bu narsalarni dexe uyingning oldiga borgan chaqda olmayman dedim-ku, men bilet tap bo'ldim deb. Uningdan keyin meni shunda Uyg'ur faoliyatchilarini tillaysa desa, sening balangni tillabdi-ku Facebookga chiqarib qo'ydim. Men u oldiga chiqib tillabna sening balangni Rabiya Qadirni jalab debdi, Abduli Ayibni alas debdi, Bahram Sintashning hadisninki narsalarni ash Amerikaga kelgan narsalarni avatdi, ko'miding mavni. Sening balang tillamamdiki. Sening balang nima maqsadda tilladi? Men tillagan bo'lsam xoin, munofiq dedim. Madinani jalab degan bo'lsam, u bir jalab.
Roşanni bir jalab degamsam, ular bir jalab. Chunki bir xotin deganni erkish og'aniki erning limaysi bo'ldi. U bu qilib shugandiki uni jalabni deymiz tugidi. Rabia Qadirning o'zi 89-yilda nima ishlarni qilib shugini paraxotning ichida Guangzhouda o'ziga sardashlar toz obdan bilan ashlatdilar. 9 ayning tegidan chiqqanmi, 10 ayning tegidan chiqqanmi, jalab bo'lgandan keyin jalab deyman. Madina Bavdiningni kelib hech nima qilolmay ketdi. Hech nima qilolmaysa. Hech nima qilolmaysa. Undaq nazarimiz bor bizniki undaq. Hech nima qilolmaysa, tetli qilib kiradigan. Qilolmaysa hech narsa. Tushundingmi? Chiqamaydigan narsani masalan, uchur-bujurdan chiqarib ko'rsatib qo'yay. Endi qopab, sen qopab, uningdan keyin sening balangni tillidi. Men tilligan bo'lsam, Quzzatning opasini tillidim. Quzzat menga birinchi qitim kirdi. Men Murat Atamanni tilligan bo'lsam, Bilal Ibrohimga qasd qilganlik uchun, ishlashdan qilganlik uchun tillidim. Uningdan keyin uningga gaqib baxmadim. Aralashmayman Amerika Uyg'ur birlashmasining ishiga buningdan keyin. Madina Bavdinni tilligan bo'lsam, menga kelib, meni oldimga kelanmay, meni kendini pishtin taqitib, ash tumba saqchiq bir mo'j odamdan opirib chaqqanlik uchun qanday qilsa jalab deb tillidim. Tillayman. Men Madina Bavdinning dadisini tillab baxmadim. Men texer Roşan Abbasninkini tillagan bo'lsam, uning rast dadisashda so'lamchilik qilib berganmi, opasini tinjang-pinjanglab. U rast. Rabia Qadirning mashta Wang Jingla bilan atanisi opasi yatqanmi, yana bir nima qilganmi, u o'zi biladi hamma narsani. Bularning kep teqishning tarixini, sesiqligini, sening dadangninki Baxtiyor Nasir emasligi, Nasir Do'ng'aqmi deb qo'ydika, texe. Bir tomonlardan Nasir Do'ng'aq deb ayni vaqtda Bentönning ichida Madaniyat inqilobi nurg'un Uyg'urlarning so'linib ketishiga, nurg'un aylanib vayron bo'lishiga Xitoyning ko'z egilib mushtaq qilib Nasir Do'ng'aq deydiki, o'ylaqi niman qopib 2014-yili qarindoshlar Amsterdamda bir faoliyat bo'libdi, mashrab. Bo'lib Baxtiyor Nasirninki inisi bilan singlisining yo'ldoshidan Baxtiyor Nasir urushib gal siqishib ketdi. Eli davetime cümle Baxtiyor Nasir, senin dadangning ismi Nasir emas. Eli davetime, senin münafıqlığını, senin xayrlığını davetme deganken, Baxtiyor Nasirning ayolini tutqaq kesiladi, yağıladı, jiqitli muşunda ağızlarını köpüklerini chiqarib, onu başqa temini başqa yo'raytdi. Onundan keyin Baxtiyor Nasir qo'm ichilib ketmasin deb o'zining singlisining yo'ldishini Anvar degan odamni nimadir qilib vatanga yo'lga silaytdi. Baxtiyor Nasir as singlingning qizininki Çavul dokumentlar vatanga berib kelganlar hech kimga sir emas ekan-ku Gollandiyada. Hammasi biladi ekan-ku. Sen meni Salay Ajim bilan bir, Sodiqjon Salay bilan bir debsen. Sodiqjon Salayni men hayotimda ko'rib baxmagan, tonimayman ham. O'tganda bir onadagi izlab yurib men topdim. O biletni menga Sodiqjon Salay bermadi. Sodiqjon Salay nima qilgan bo'lsin, burun qandaq ish qilgan bo'lsin, men so'radim. Xato deb qaramsiz desam, biz xato qildik dedi. Shuningga aralashmayapman, topdim ichkatdan tashkilotdan jimmida o'tiryapman dedi. Mushu o'zi kerak. Xato qilgan bo'lsa, jinoyatlikni bilgan bo'lsa, xayrlik qilganini bilgan bo'lsa, millatning mana shuni xato qilganini bilgan bo'lsa, og'izni yumib tish o'tirish kerak. Ma ishni buzmaslik kerak. Ma ishni to'g'ri qilayotganlarni yo'lini to'smaslik kerak. Sen munofiq, ashaddiy dushmanlar Uyg'urlarningki eng dushmanlari sen, men emas. Zaman deb qo'y. Onundan keyin masalga yana bir ikki turli materialni ko'rsatib qo'yay. Saqchining xetijimi? Meyarni kayintirma saqchining ismini chiqamay. Mana Meyada 2023 11-oyning 2-kuni birda mening adresimga saqchidan xat kelgan. Bu xatda meni kelib kelsang degan bo'ladi deb men bordim. Uningdagi Xitoy hukumati ustimdan meni Shvetsiyaninki terrorlar bo'yicha bo'lib 5 terror eng yuqorisi vakat meni 4-chi tizib turib biz 2 hafta bo'ldi ishga chiqolmayapmiz deb ishga chiqolmabdi. Xitoy konsulini Shvetsiya tavasi siydirib o'tgan mana to'g'liq akam, tushundingmi? Xitoyni tillamaydi emas, siydirib o'timiz chiqolmaymiz. Uningdan keyin advokatimninki aqlishim bilan Xitoyninki tuhmat qilishi bilan bu yerda bu keysni yapgan to'g'riliq mana xat kelgan. Xitoy hukumati ustimdan qilingan saqchininki sud bosqichiga opranmagan. Faqatlam tuhmat bu yerda. Hamda shu Xitoy konsuli Xitoy tuhmat qiladi, sen tuhmat qilasan. Bo'pti. Mening yosh vaqtimda o'tirib
Bir xobo yap qolgan rasmim borki, sizlarning talay narsalarni chiqarib atdik. Bir rasmni namoz qilmay, butun dunyo Uyg'ur qurultiyi va agashmi kuchuklar 5 yil, 4 yil bazaga sep, 3 yil bazaga sep o'ynashdim. Namoz qilishmamsa ashtondan, uning ichida nada cho'shq go'shi bor, nada haraq bor. Nada haraq amal ishchima, ishsam nima bo'pti? O'zimning erkinligi, men sen bilan riyada atamdim, yo qarimlar bilan riyada o'zim javob berma o'rnimdan qopib. Mening o kelgusim, o'tmishim o oynagan. Akam aşından noyçu oynagan. Senin oğlun sesik dofon yap Xitayninki nimelerini baykut qilmaysiz. Tangran jerikki Xitayninki akap yegan sesik çoşqin bilengen haqiqiy dofonlarni yeganini ko'rmadingmi? Chiqarib qo'ydim. Haraq ishganlarni ko'rmadingmi haraqlarni? Sen texmini ishlamaydi debsan. Sen mening Shvetsiya davlat darajalik poyezd stansiyasida ishlaydiganimni hech kimga qaramgan emas. Butun hammasi biladi. Xalq kulib ketdi qo'ngida. Sening o'g'ling ishlamaydi ekan-ku. Kapto to'y qilibdi, Mavlay asalarning bir nimlarga quda bo'libdi. O qizvalni olgandan keyin faqatlam Aman Isaxon oshxonasida quloqliqqa qo'yib ashada servis qilgan. Sening mening xizmatlarimni uni buni deb ketsa, sening o'g'ling yer kuchuk ishlab ekan, hammamiz noldan boshlagan bu yerda. Hammamizni tozliq qilamdik, po'q tozlandik, monchi yamdik, yana bir nim qilamdik. Xitoyning oshxonasiga kirib ishlab baqqan bola emas, necha turg'im dedi-ku. Xitoyning oshxonasiga kirib azamga quli bo'lib baqmaganman. Ben nerede işlegemsem? Ben işlegemsem paraxutda işlegen. Alaykum assalom İlyas. Ben paraxutda işlegen. Paraxutda yig'ishtiratdik, xalqlarning og'zini chigatdik. Damsuga hamda shishili qilib chiqatdik. O birni juydigan monchidan ayollarni işte. Ya yengagan chaq nim bo'pti? Nim bo'pti? Masalan, qaysi birisimiz shunday to'van darajada keladi ishlamagan. Halal pul topsaq bo'ldi-ku. Millatning qiyna kirmasak bo'ldi, satmasak bo'ldi. Men qilgan ishimning hech qaysini tanmayman. Men dalalayman, men o'tirga chiqib. Meningki tasmam boynumda emas, ama bana tasma salima demek çoğanti men tasmaga tushmagan. Meni ishlamaydi o debsa. O'g'ling Lexus Vuchilinglarni 570larni opdi. Xotin birli xotin ishlaydigan o'zi ishlamaydi. Xotining ishlamaydi ekan. Xotini ishlaydi ekan, o'zi ishlamaydi ekan bu. Nadin keldigan pullar o. Sening Gollandiyada tugmas so'rin qiladiganing, yili Amerikadan uchiblam $7 yig'inlar berib oldiganing, ayaqdan mayaqqa avmillarga biletlarni elib, men boramsa bormamsa o'zingning ishi, men bugun bir og'zimni qattiq buzmayman, chunki analarni ko'rsin, balalarni ko'rsin buni. Og'zimni qattiq buzmayman. Sen chidamaydi ekansan, o'kin xotiningnikin bir narsa deb yozib qo'ysam, kuyovling gaqibdi menga, o'chiribsan optikafka, ayoli bak yig'lab ketdi deb, ashta ko'taranmaysa, ashta psixikalaring ko'taranmaydi. Sen meniki bir odamni men o'ylab qo'y qara, sen meningga buzilmaydi-ku. Sen meniki bir odamning psixikamni buzmaydiganing bilan sening qizing, kelining, qudim mavlonlaring yig'ib akirmaysan, o'g'lingning deb bergan ne rasvo gaplar vojimi? Men haqninki qizini to'yga ketganlarni ayab qo'ydim, oning qizligini evatgandim, ajrashib ketdim, mana deb o'zining xotinning taraflarini mening uyim kes, men cho'chiraydi, putlarimni bunda dassaydi tamoqiga. Men rasvo qilib tashlab etmoqdim. Adlarimizning, akalarimizninki, boshqa cho'shqining kuchuklarininki qizlarning to'yi qilib qopdi-ki, xayr deb aytdim. Bo'lmagan bo'lsa, qara, men nachar bo'lgan bo'lsam, qara, ovozlarni qo'yib rasvoyingni petig'ini chiqarib o'tdim, tushundingmi? Ashni men qilmadim. Sening o'g'ling ishlamaydi ekan-ku, yotdi ekan-ku, ashal xotinninkini hashlab, ko'zini yuyib, bola emdirib, uy tozalab, ashta yurak, aşı ko'zing ko'rinmadimi? Men bu yerga kelganlarga qara to'xtatmay, uni sen tushuntirishni aytdim, tushundingmi? Men senga Xitoyda saqchida tuqqanlar borlarni, men biladiganlarimni va Xitoy bilan aloqasi borlarni deb berdim-chi. Endi seninki mayada har nima qilsa, Dünya Uyghur qurultiyi ish qildi. Voy anda qildi, Dünya Uyghur qurultiyi nima qilganini bizdek biladigan odam yo'q-ku. Endi sen videoninki 0 minutdan boshlab 3-minutgacha menga mening ota-onamlarga qattiq haqorat qilibsan. Andan keyin birinchi qitimda o'zingninki avmonga bormaganligini, ham barg'in kelsa, bardiganligini, basam qanday qila olaysan degan holda tahdid ifodasida menga gapirsa, u basam qanday qila olaysan? Hech qanday qila olmayman. Men faqat deyman, tushundingmi? Men hech qanday qilaman. Men banda yoki men bir narsa emas. Onundaki üçüncüsü Janubiy Koreyaga berishning basam qanday qila olaysan deb üçüncü qitimda Janubiy Koreyaga berishning hech qanday ahamiyatining yo'qligini, biroq Janubiy Koreyaga berib 2 kun o'zingninki noma'lum ishlarni bajarib qaytganligingni so'zlabsan. Sen
Özün içib elib gap qildingmi? O ya çekib elib gap qildingmi? Anandaki 0,2'dan başlap manga töhmet qilishga başlapsa. Yani Xitoy bilan qandaychilik bor bu xabarni To'g'liq Hamidninki Gollandiyadagi do'stlardan anglaganligini isbot so'zlabsa. Men Gollandiyadagi Yasha Uyg'urninki bir qaytimliq mashribida Abdushukurkamnikida kavob yegan. Men u bolalardan berib hisob olaman so'rayman. Men shunday gap qildimmi deb. Hammasidan elib, undan keyin yo'q degan gapni men sening uyingning oldida beraman. Ondan keyin yana bir turkum bir balaninki oshxonasida o'tirgan, u balalar bilan so'z qo'ydim. U balalarning 3-4 xizmat idorasidan tushib naq maydonda sening uyingning oldida isbot bergan bo'ldi. Bu to'g'riliq naq maydonda men deb qo'ya oldilar. 3-minutdan boshlab 6-minutgacha oldingi bo'lakda Janubiy Koreyaga berishning ahamiyati yo'qligini so'zlagan. Ammo sen bu bo'lakda arzon bilet elish uchun Janubiy Koreyaga almashish orqali Omonga boradigan arzon biletni olganligini, ondan Janubiy Koreyaga kelib bo'p Omonga baradiganlik biletni inovatsiz qilganligini, Janubiy Koreyada 2-3 kun o'zingning namalum ishni tugatib qaytganligini degan. Oldingi bo'lakda Janubiy Koreyada turishninki hech qanday yo'qligini deb ekansa. Ondan keyin Turkiyadagi ma'lum birning o'ziga töhmat qilganligi, uning Xitoy bexatarlik idorasining odam ekanligi, ondan Gollandiyadagi Sodiqjon Salay ismli bir nomni o'ziga Omonga bodi deb töhmat qilganligi, uning kartasini elib berib aniqlaganligi, to'g'ridan Omonga ilingan biletni chiqarib, o'zining Gollandiya hukumatiga arz qilib aqtira olmaganligini so'zlabsa. Ham Gollandiya hukumati o'zini gunohsiz deganligini, Sodiqjon Salayga zo'ravonlik qilsa bu bo'lmaydiganligini eskartdi deb so'zlabsa. Eskartish birinchi bo'lakda jinoyatchi fuqaroni jazolash huquqi faqat davlat qonuniy organlarida bo'ldi. Ammo Baxtiyor Nosir o'zining Sodiqjon Salayni jazolasa bo'lganligini so'zlab o'tibsa, unda sen meni jazolasang bo'ladi Baxtiyor Nosir. Tamamen men muhkam kelib Dunyo Uyg'ur qurultiganini tillab, ashu bittin aminasan deganni ichib tashlab etdim. Meni masalan jazolasang bo'ladi, sen boshlab tishgansa, kelib Go'ranni ib kelib, avliq qonuniy vakillik Mehmet To'xtini ib kelib, Dilshod Rashidov kasanga bo'ladi dedim-ku men har doim sizlarni chaqiriqliq. Uningdan keyin 6-minutdan 9-minutgacha To'g'liq manga töhmat qilishga boshlabsa, To'g'liqni meni Xitoyninki Xitoy oshxonasi tamoq yeydi, har qaytam do'xtiklarni tillab bo'lib Xitoy oshxonasi tamoq yeydi, Xitoy bilan birga turadi debsa. Buningga isbot ko'rsatishing kerak. O'zingninki Xitoylarga sut parashga sotganligini ham Gollandiyadagi 90% Uyg'ur jamoatininki Xitoyga sut parashga sotganligini so'zlabsa. 2014-yildan burungi ishlarga Gollandiya ma'rif jamiyatidagi qari o'limalarning Xitoyga sut parashga sotganligini so'zlabsa, ham Sodiqjon Salay bilan hamkorlashib sut parashga sotganligini so'zlabsa. Manga Gollandiyaga kelib o'zi bilan ko'rishing, manga Gollandiyaga kelib o'zing bilan men bilan ko'rishingni uydagi yer so'tkishning yog'och sepi bilan manga qondan tiqib og'zidan chiqarishingga degan to'g'riliq gaplarni, haqorat so'zlarni qilsa. Anoniki o'zing Gollandiyaninki paravallik hech qanday yer ishlamaydi ekansa, arxotonishgan Gollandiyaninki hech qanday paravalligini ep turib, hech qanday shirkat yoki boj to'lamay turib 4-5-6 yil sen Gollandiya hukumatini olib parazitlama Shvetsiyada mo ashtaqlar bor. Ajrashib turib uyilib, uyini jarib, uning ayrim keyin titib tashitma dedim-ku, titib tashitma ko'rsa. O'zingninki Gollandiyadagilarga sut parashi, Xitoylarga sut parashiga sotganligini, ammo vatandagi Xitoylarga sotmaganligini debsa. Sening nazaringda vatandagi Xitoylar ayrim, teshrik Xitoylar ayrimda sizlar ashtaq qaraysizlar, ma teshrik Xitoylar, demokratik Xitoylar, yaxshi Xitoylar kelgusida mushlarning avtonomning qo'yinda mushlar bilan yashsaq deb qaraydigan Xitoylaringda o'shundami? Mushundaqki, demak, sening mas'uliyating yanada o'xshashlar Xitoyga. Endi 9-minutdan 12-minutga meni davomli haqorat qilsa, ondan o'zingning Dunyo Uyg'ur qurultining munofiqlar qurultining taqsikashligini davomli qildiganligini so'zlabsa, ondan meni ota-onam, ochamni haqorat qilib, Gollandiyaga kelib, Gollandiyaga borsam, meningki ashu deganlikdek tobani qomga tiqadigan bo'lsa, og'zimdan chiqargan bo'lsa. Endi 12-minutdan 16-minutgacha, ya'ni oxirlashgacha Baxtiyor Nosir Shvetsiyadagi Uyg'urlarga, shu yerga yashaydigan O'rta Osiyodan kelgan Uyg'urlarga nima debsa, sen kimki To'g'liq Hamidning adabini beralsa yoki jinsiy zo'ravonlik qilib, meni o'lim qilsa, o'ltiralsa yoki menga qonga chiqtirib,
bu o'zing degan gap ekanmi, unga rasmga oldirib, shu isbotni sana avatdi ekan. Shuning bilan jinoyatning isbotini $5000 berganligini qayta ta'kidlabsan. Ham o'zingning ism familiyasini qayta atab, boshqalarni $5000 uchun jinoyat o'tkazishga, meni qasd qildirishga kuch kiritibsan. Davomi yana Sodiqjon Salay ham uning Turkiyada yashaydigan akisini Xitoyning jasus ekanligini so'zlabsan. Uningga javob bersang bo'ladi. Oxirida boshqalarning to'g'ri hamiyatni tillasi bo'lganligini o'zingni davomli tillaydigan. Sen to'xtab qoldingmi, davomli tillamabsan-ku. Nima to'xtab qolding? Endi mushundaq gaplar bo'linibdi. Endi o tillagan yerlarga men kirmay turay. Sodiqjon Salay bilan bo'lgan ishda sana qara Sodiqjon Salaydan so'rdim, ham guvohlik bergan bo'ldi. Sodiqjon Salaymi o'zi kelmaydigan bo'ldi. Birsini avatadigan bo'ldi. Sodiqjon Salay degan odamning navrasini miyib deb kamsitib bir narsa deb oldi. Anandan keyin qopib, uningmi o'zi hisob oladigan bo'ldi. O'zingizning ishida o'zingiz tik turishingiz kerak dedim. Bu g'urur bilan taqishidi dedim. Sodiqjon Salay efendimninki o'g'li men bilan shu kuni birga bo'ladi. Ayshada ananki bir necha bolalar bo'ladi. U yoqqa qolgan gapni o'yingning oldida biz gaplashamiz. Endi meni Xitoylar bilan turdi, Xitoy xotinlar bilan turdi debsa. Aldan qaytimda bir Lopnur Guli degan birsi, Lopnur Guli degan birsi, mushundaq meni shu Dongjonxo bilan turdi, Xitoy konsulligi o'go debdi. O töhmat qarindoshlar. Mana meyada salyari degan gap, satqochi degan gap, mavo shoppari degan setavag'ochi degan gap. Meyada haqiqatan ras Dongjonxo ba, meyada Haymiti Tog'oliki ba. Bu meningki uy setavag'an qog'ozim. Bu yerda hatto Dongjonxoning imzosim yo'q. Unda odam yo'q. Nimishga desanglar, u odam Shvetsiyada oshxonada ishlaydigan odamga xizmat visi uzartamay uni ketkizibdi. Bu uyni bankininki ilvaga uyga, u Shimoliy Yevropada mening tuqqanim bor ishlaydigan bankida. Mushta uy borki 160 mingga ustidagi 50 ming 500 ming to'lab qo'yganki, ashardan boshlab sotadigan olamsa dedi. Olama dedim. Agar bunday uylar chiqib qolsa, yana olama. Tijorat bu. Men Dongjonxonni tonimayman, ko'rib baxmidim. Meyada qo'ygan o'zininki, tag'isininki imzosi bor, o'zininki yo'q. Meyada meninki, mana HT. Bu yerda mana uyninki asli bahosi 160 ming bo'lgan bo'lsa, meyada 1 million bir yevro bo'yicha hisoblab ketma 1 million 600 ming jumras. Meyada 1 million 158 mingdan boshlab uning oldidagi to'lab to'yib bo'libdi. Men 5 yardan boshlab setib oldim. Men setib oldim, ishlab topgan. Sen degan shu aylaqa sen degan to'van darajadagi xizmatlarni qilib topamdim. Nimalarni qilib topqamshim shu halol topgan pulimni setib oldim. Men isbotlab bera olmayman, kelgan pulimning mening bankam kirib yana bir nima. Bu narsalarni asli nimaga choplab qo'ysam bo'ladi Facebookka. Lekin mening Facebookamda shivit qarindoshlar bor, jurnalistlar bor, shivitmish parlament a'zolari bor, har xil tabiiy odamlar bor. Men endi ularning bir xil maz ko'rinib qolmay bir ikki qizlik o'yini setib chiqiribdi deb men asli choplab qo'ydim. Shuning uchun meyadlam qilib qildim. Meyada mushu o'ttirliqdagi mushu bankadagi akamning email adresi bor deb, buning ham tahdidlar kelmasin deb email adresini o'chirib etdim. Mavo Overlotes Aftal degan mashhur uyni o'tkazib olish. Bu meningki. Bu mening uyim. Mening uyimda hech kim turmaydi. Channoma Xitoy degan narsa turmaydi. Men Xitoy bilan turmoqman, Xitoy xotinining nimaligini bilmayman. Xitoy xotini valadan so'rsang bo'ladi ashlardan. Ashlarning Xitoy xotini valad mamtimen, maymayti degan doktor, elaq o'rkash, ashlarni desang bo'ladi. Mayada Dongjonxonniki men kopiya nusxasini keldim. Tag'isi qo'l qo'ygan yaba. Bu yerda hech qanday Xitoy bilan turadigan hech qanday bir narsa yo'q. Tushundingmi? Endi nima uchun
Ben seninki Almanğa bağınınğa kirişip kaldım desem, senin sığınağından çağıl dokumentlen bağını, Dilşat Reşit'nin xotunun çağıl dokumentlen bağını, aş meni Almanğa əvətmək çoğan şu Dilşat Reşit'ti. Canım ama, adamını körüp gelmem sen. Ben bilime uyada oyun bağlığını. Adamını miman kılıp, menim miman kılıp, anadan tuğmaratda, inimiz ikimizden çıkıp yalançılar resimge ilip, onun dikin kıgızıp, her xil esiyatlandırış doğrularını işkizip, o açı enişkimizden resva kılıp, bunaki resim gelip, özü işleydi. Sen mi depsen o şeytim Türkiye? Oy ençen cuna adamlar geldi, körüştüm, edip, sizle yine vapsa, sizle açta yine valı sizle. Ben yine vamayım, ben avazı yine valım. Şanlığı mı? İşenmesen Dilşat Reşit'ini ekep sotkıçak yapmasa, benim öyümün aldığı kel, ana özü turuptu. Adam olan bir körüştürüp koyayım ki, fıkka. Şanlığı mı? İşenmesen ya nicat durğanını sorap baksan oldu. Aşağıma anıldığı nurgan avazlar var. Bir yerim yıllık Dilşat Reşit'nin ki yatkan kopkandan başka bütün nersisi var. Depti o. Adol Kınaysak depti o. Bunu kim öğretti, bu nersini dep. Onu diken Dilşat Reşit benim yerki çoğundadan telefon kılıp ve tarihke hatırlayacağım bulam. Ben de hayat bulur iken ben 3-4 ay geçeceğim. Buradan apistadısını çıkarmaya degen iken beni çoğundadan öğüge çağırıp geldi. O dünya Uyghur Kurultayı'nın bayanı tutsa, o Xitay'nın düşmanı tutsa, qanday siz vatanınızı çıkarıp verelaydı? Kalınızı işit vatanımsız ya, bekadim amanın oyuna git qalmağın degenden keyin şundan bilan biz nim qilamiz? Ovoz qilamiz. Kirpaqimiz bu ishning ichiga. Nimla bor deb. Men hech narsani tökkunim yo'q. Tushundinglarmi? Tushundingmi Baxtiyor Mansur? Sen boshlab tushgandan Abduhakim Idrisni shuncha tillasam Roshan Abbos bilan. Abduhakim Idrisga mening xeli hurmatim yetib qoldi. Men tillamayman Abduhakim Idrisni. Abduhakim Idris chiqida necha turg'unga debdiki, ash qo'lidagi ovozlardan men besa ashni bir jazolab bersam debdiki, shuning bilan Roshan Abbos ikkisining qurultoyidagi narsalarni eng tuvan o'ringa tushiribdi. Kim qildi? Dilshod Rashid qildi. Turg'un Alauddinni ko'nglidan kuchab, o't yoqqizib, cho'g'dadan telefon qilib, tilla qilib, "Voy balangiz tillayotdi, men Turg'un Alauddinni hayotimni tonimayman. Menga yaqin kimmislar men tegmayman hech kimga. Menga kelding, aralashdim ishimga, ya Dilshodga ham bosding, ya Baxtiyorga ham birsiga bosding. Men echishqan. Men hech nimada qo'rqmayman." Endi Baxtiyor Nasir efendim, unda olsa mayada yana bir narsa borki, Baxtiyor Nasir efendim, mübarek olsun. Şvetsiya saqchi idorasi delorimni qabul qildi. Ishonmasan ko'rpa. Mana Facebookda qipto degan narsa bor. Uyg'ur Facebookda Uyg'ur biz topida mana tegida Baxtiyor Nasir 5000 euro deb men meyada 5000 euro deb qapman, seni Gollandiyada turdi deb. Meyada saqchi o'zi xatolashib 5000 kron deb qapti, buni o'zgartimiz. Naq bayram men 12-oyning 23-kuni shu kunning o'zida arz qilgandim. Menga 12-oyninki 25-kuni chiqarib beribdi. Voy, Shvetsiya saqchi idorasi nima degan ko'ngil bo'lgan To'g'liq Hamidga qizil kunlarni qo'ymay ashu bir yer Dilshod Rashid deydi, mening ishimni ham bir yarim bor. Mening ishimni ham bir yarim bor debchi. Shunday ishimiz hammamiz. To'g'ri yo'lda, to'g'ri odamlarga ishimiz. Birinchi Xudoga ishimiz, ikkinchi hukumatga ishimiz. Isbotga ishimiz qo'limizdagi, dalillarga ishimiz. Dalillarga ishimiz qo'limizdagi. Mana nurg'un ilingan ovozlar ishimiz. Toshaq. Laqqa to'kib berma. Dunyo Uyg'ur Qurultayı deganning ichi degan mechchidi sesqichilik deganni 1,5 yil tekkanni degan sharaq chiqib berma. Saqchidan manda xatlarni chiqarib, uyingning oldiga berib, sendan qaga hisobotni hamda uyingning oldida olaman. Men chunki bugun xalqning oldida nay chiroyli chiqdim. Mening uydagilarimga shunchalik sen ahonatlan qilgan bo'lsangmi, sabr.
Qağınni sen düşüp ya aşağıda xalqning oldida men xalqning oldiga chiqib mana saqchininkini uy setib olgan bütün isbotlar hamma narsani xalqning oldida qo'ydim. Yo'shirdigan yeri qolmadi. Qağınni endi sen chiqirsa, sen chiqirammisan? Mening delorim ne Gollandiya hukumatining saqchi hukumati qabul qilmaydiganmiz. Ata-onamning namoyishni qilmayman. Gollandiya saqchi hukumati idorasini saqchasini yetib olmay açlıq tashlab. Cho'qim tutib chiqira bir yaringni sen aramliqniki. Köygülügünni anang dadangga pushaymon qildir etma. Anamning bir yerdan sesiq yerdan jundi bilan tushmay bir pokizroq tushsam bo'pti. Apam dadam meni ulug' kula topgan bo'lsibdi. Dadam ajab bir xil tepdi degan narsani men senga qilgizman. Gollandiya hukumati saqchida meydan xat chiqirib deb qarmaydigan bo'lsa, ishqa tashlab qo'ydigan bo'lsa, açlıq e'lon qilib saqchidarsanda yetib karvat qo'yib yetib o'ligim asha chiqqanki, sening bir yaringni men yurib chiqqan ko'rsa. O'yingning oldida pastga tushmaydigansan, beshimga kiyima saqchi keldi. Qog'ozni ash saqchininki qo'liga tutqizib qo'yman. Adamim mana dedi, men keldim mana deb. Poni atgan bo'lganki, gapni qilgan bo'lganki qilsa, qilmaydigan bo'lsang, og'dadan yetkazitma seninki. Eng yaxshi tushib, chiroyli javobni berib, xalqning oldida shuni qilsa, yoki bo'lmasa sen bir umr kelinlaringninki, qizlaringning, balaringning oldida sen bir umrga men Gollandiya tarixida shunda bir tarixni yaratimanki, la'natli yutib ketman uyingning oldida munofiq xoin tomgan mangu Gollandiya xalqininki Uyg'ur muhojirlarining isidan chiqmaydigan bir ishni qilib qo'yman. Endi men dunyo birinchi bo'lib men chiqqan chog'imda va bu bunda bo'lmay ekan deb tillash kerak bu go'ylarni deb tillab turib chiqqandim. Endi uyingning oldiga yurib turib ish qilaman. İş qilmaydi, yağan ikraldir ve qildi degan to'g'ri, endi uyingning oldiga boraman. Endi kimniki borman, keyin senikidan deb beray. Mana men Norvegiyaga Ali Mamot degan odamga qaqshagandim. Sen ash topda mening ota-onamga haqorat qilgan videoni qo'ydingmi? Admilla desam, ma admillarni avatibdi. Ma ular admillarga buning ichida ma Belgiyadagi g'ayrat degan va Baxtiyor aka, sen endi haqiqiy akamga o'xshading debsan-ku. Men seninki uyingning oldiga berib, mening delosini akab, seninki yo'gap, keyin qaytam anadagi O'rta Osiyodan yana bir mashu qanchinchi yillarda 2018da shu Ablimit Tursun to'g'riliq Qozog'istonniki saqchininki bir dokumentlar eqib shurgan. Ablimit Tursun sening uyingga borib, seni matotib chiqaman. To'lqin Aysa sen eliqi ota-onamni chiqarilish uchun dedim-ku, sening uying saqchi kelib bir-birlab hammangning Norvegiyaga berib, Ali Poda Xulamsa, Hamid Nasir qo'ng'onga bir taldim payqadab, ay indigenes qilganligi uchun, Uyg'ur xalqini shilib yeganliging uchun, munofiqlik qilganligi uchun vallahi men bir ish qilaman, ko'rsa. Otang bilan onangni ko'zingga to'g'rib ko'z tutib qo'yma ashada. Qonun yo'li bilan juma, qonun yo'li bilan Mananga obdan cevap verirse, ma o bir cinayet. Anın degan Rabbimizden so'rab degan men kimni rozi qilmaydi desa 3 qitimda anam degan. Men 2014 anam dadamni men haramga beringlar deb 20 ming dollar tozalab topam deb nima topsam o'zimning puli echa qizlar uy olsammi yana bir nima qilsam o'zimning halol puli. Men ota-onamga ashta qilgan bola. Ota-onammi meni kichigimdan boshlab yoqamni kir qilmay, eng yaxshi kiyimlarni kiydirib, eng yaxshi yemekliklarni yedirib, eng yaxshi maktabda o'qitib, puldan qismay shunday qilgan. Ota-onam menga qilgan, men ota-onamning mehri qilib boqmagan bo'laman. Men kichik chiqatgan uydan hammaningki teshida o'ynab kulib yurdim. Bir Shvetsiyada to'liq Hamidning dadi bor. Nurg'un tashkilotchilarniki bor. Chiqdim, tillashdim. Azar berishdim, men ishning ichida nima bor? Men bola so'zlab qotdi, davatdi dedim. Undan keyin Mehmet To'xta degan ko't sen depse ilaqa bir topda Dilyarga bu dunyoga qurib ketgan bizningki Dilshod Rash degan andamanda aytgan. Dilshod Rash Mirzat Yo'lbas telefon qildi-ku. Telefon Mirzat Yo'lbas qo'pib men uchun ishga qiz yaxshi gap qildi-ku to'rda. Mushtaqaqning ota-onasi ahmoq so'lamda desa Dilshod Rash qo'pdi Mirzat telefon qilib, "Vafkan bu ishlamda emas dema" degan bo'lsam masjidga chaqchaq. Masjidda demsa chaqchaq demsa dedingmi, sening og'zingdan chiqdimi? Bo'ldi, chiqdi. Qag'imni Asot maydoniga kelib saqchig'ini akib gap qil. Men sen uchun tek ortiqcha sakrab maydonga tushmagandan keyin solamchi ko'tongni qisib o'tadi, tushundingmi? Sen degan bir jirang mening oldimda Dilshod maqsaddan qo'y. Alloh biron sening o imperatorning tutgan bir o'lgan odam sen. Xitoy o'zi yig'ishtirdi seni.
Ben seninki, ben Gollandiyaya bargan chaqda Abdushukur akamga gapildim. Aka, Mavu Dilyar Musaba yo'qolib ketdi. Endi bu qanday bo'lib ketdi? Bir salom kamnini berib gaplashib kelsak desak, bo'ladi dedi. Salom kamnini bordi. Shu yerda shu salom deganninki akamizningki hamda ayoli shu Baxtiyor Nasirning qiziga hamda yomon yaxshi qiz bor ekan, hamda shunda hammasi deb ketdi. Mana salomning ayoliga tegmang ukam. Chidang bo'pti, adangizdan birim degan bo'lsa salomniki tegmang. Naila yaxshi qiz bola dedi. Shu chaqda shu sening qizingning qo'lidan bir piyol choy ichgan, bir chin tamoqini yegan yerim bor, shuning uchun men kirmadim. Qizingni tillamadim, balangni tillamadim. Sen haqmanga adangning yo'ldoshi ancha juda yoshlarga aytadi debsan, men qayoqdir bu gapni qilmayman. Sariq kallamni archi qoldim meningki, bo'z otaning teshilgan, xo'p ko'stib qo'yam meninkini. Men Dolqin Aysoning uydagilarninki ko'stib qo'yishdan burun, Dilshod Raist avatganti men deb beray. Malan yazaf kam deb nemishga desam, aning uydagilarni ko'stib qo'yay, bir xotirjam bo'lsin deb. Yag'am bo'lsa, ba mening WhatsApp'imda. Men Mehribon Niyozga ko'stib qo'ydim, o'sha ayoliga. Ko'di ayol ichib, butun buyurtgan narsani, qilgan narsa hammani ko'rib, bu temalar cho'nqurlab keyin kiramiz. Hamda qarindoshlar, Sharq Turkiston qanday bo'ladi masalasi degan chaqda qarindoshlar. O'ng tarafdagi qarindoshlar Dilyar Musabay apandimga mening ikki qiz gapim bor. Sizmi hozir asli 10 ming imzo yig'ilmagan bo'lsa, mening siyosiy hayotim oxirlashadi deb. Hozir o'zingizning siyosiy hayotini o'zingiz oxirlashtiryapsiz, to'g'ri? Men yolg'iz qoldim, atrofimda adam yo'q bu deb qilyapsiz. Siz hukumatning iniga kelishingiz kerak deydi. Mayli hukumatning qilayotgan ishi eng to'g'ri siz deganidek mukammal shaklda bo'lmasa, siz berib mukammallashtirsangiz bo'ladi. Ma xoyin munofiqlarni keyinda yig'ib turgan ittifoqlashtirgan Xitoy bor. Bizning ma mustaqilliklarninki faqat vatan manfaati bor, ammo kichkinamni bir narsa bo'lsa, urushib patmay qoldi ekanmiz bu o'ng tarafdagilar. Sal o'zinglarni besib, birga kelib ish qilinglar. Endi Xudoyim buyursa, qandaq bir ishlar bo'layotdi desanglar, Xudoyim buyursa 2025-yillik Amerika saylovida Xudoyim buyursa prezident Trump efendim qaytib keldi 2025-yillik ishlar bo'lsa, O'rta Sharq ishlari va andan keyin mushu Ukraina urush masalasi oxirlashadi. Yevropaning iqtisodiy asliga keldi. Amdan keyin 2026da dunyoda Xitoy bilan G'arbning o'rtasida istixborot urushi boshlandi. İstihbarat urushi boshlangandan keyin Xitoy soqchi punktlari alhamdulillah dunyo Uyg'ur munofiqlar qurultiyi oshkorlandi. Ishonmasanglar 2026 ko'rasizlar. Qilayotgan ishlar bor. Ko'rimiz vaqt soat kelgan chaqda, shu chaqda yag'am bo'lsa, sen 2024-yili 1-oyning 6-kuni manda da'vatatdinggo deysa, butun yerda tashvirash boshlab bo'ldi. Butun Shvetsiya qanday qonun chiqartirsalar, yag'am panohlik tilaganlarningki yag'an qilib panohlik tilaganlar bo'lsa, hukumat oldig'imiz pasportini tortib olamiz degan gaplar chiqadi. Parlamentdan o'zsidan bitdi degan gap, Xudoyim buyursa. Sharq Turkiston cho'qim mustaqil bo'ladi. Qarabdi, cho'qim parchalanib ketadi. 100% parchalanib ketadi. Shu chaqda anandan keyin qolgan gapni munofiqlar, Baxtiyor Nasirlar, mana Ozarbayjon g'uljiliklar ili xalqining oldida, ili sud mahkamasida, Sharq Turkiston sud mahkamasida gaplashimiz qolgan. Kim? Unda bo'lsa Baxtiyor Nasir qo'ng'onni qisib 5 yil ketmay o'tiribdi u yerda. Sening mushtavaqlar yig'inlaring paydo bo'lib qoladi, bir yerga ushqon kelib ketib, qo'ng'onni qisib o'tiribdi. Men boraman. Az qoldi. Bir hafta o'tiribdi, yeshay chiqmaydi. Bütün chiqimim mendan. Uyning ichida ham o'tiramsa, nima qil? Dunyo Uyg'ur qurultiyi seni yaqaladi, yig'inga avatgan bo'lib, uya-buya ketib qolibmi qilma. Lavzlisa xalqning oldida. Biz xalqning oldida chiqib bo'ldik. Bu ikkimizning o'rtasida jang boshlanib bo'ldi. Qag'inni endi aldirmay hukumat tomonidan ko'rsa. Uyg'ur biz to'padagilarmi? Uyg'ur Makka muxbiri bo'lamsa, ma'vilaqa meyarga Qunzayda bir qumulliq bir so'kan, uni japildab ketirgansa sen tutdi aldirmay meyarga sen. Belgiyalik g'ayrat degan, hamda Ibrohim deganni bilmayman. Angliyalik uni uyini oldirib berishimning ma'nosi. Baxtiyor Nasir. Jama? Unda bo'lsa qarindoshlarim bo'pti. Xudoyimga omonat. Menga duo qilinglar. Yaxshi qarindoshlarim, vatan mustaqil bo'lsin deydiganlarimiz, Uyg'urning ishi bir amalga oshsin deydiganlar, yaxshi tilakda bo'linglar. Qolganni hamda
Baxtiyor Nasirninki uyni oldida ko'ramiz. Saqchi taklif qilib qo'ysangmi bo'ladi, saqchi chaqasangmi bo'ladi, taftish chaqas, eshak sotchi ekas, advokat ekas, go'ram dunyo qo'rqilgan turib tushsangmi, men hamma narsani ilib boraman. Menda Shvetsiya hukumatidan chiqarib bergan qonunli qog'oz 5000 kron, 5000 euro deganiki, emiyalim kap bo'pti, dollarga o'zgartib o qog'ozni chiqarib yan qaytadan berib, ashada ikkimiz ko'rishimiz. Anandan keyin sizmi tildigan chaqda 16 minut men turib berdim. Uyingizdan oldida borgan chaqda nimani anglaydiganingizni shu chaqda bilasiz. Ya pastga tushsiz, javobni berasiz xalqqa, yo bo'lmasa qo'ngni men qonun bilan qo'ngni qisishni o'gitib qo'ymas sizga. Dünya Uyghur qurultayliklarininki ashaddiy iflosligini, noyatda pastligini mana taftishlarninki ko'rgansizlar, qarindoshlar. O'shanda. Sen o tillab oldim, töhmat qilib oldim. Sening o yog'an o narsalarning hammasiniki bir narsa rasostiki, qini sot yoki saqchi araydi-ku, biz bir amaliy ish qilmadan vatildaysa deydi-ku, sen amaliy ishni ko'rsatib qo'yingchi. Bo'pti, qarindoshlar, unda bo'lsa Xudoyimga omonat. Men Baxtiyor Nosirning uyini oldiga berishdan burun 3-4 soat burun gaqib qo'ymay, falonchi soat vaqt bo'lmadi. Qiziqadiganlar kirib ko'ringlar naq maydonda. Allohga omonat.